Mehmonxonangizni chiroyli remontlar qilib, qimmat mebellar tanlab qo'ydingiz, unga noto'g'ri gilam olib qo'ysangiz, mehmonxonangiz chiroyli ko'rinmaydi. Birinchidan, devordan devorgacha bo'lgan gilamni tavsiya qilmaymiz, sababi u uyingizni bo'g'ib qo'yadi. Chetlari ochilib turadigan gilam tanlasangiz, remontingizni yanada ochib beradi. Ikkinchidan, zo'r remont qildim, endi qimmat gilam olishim kerak deb o'ylamang. Gilam tanlashda asosiysi uyingizdagi remont mebellariga mos kelishi. Gilamning asosiy ranglari mebel va remont ranglari bilan bir xil bo'lsa yetarli. Gilamdagi qo'shimcha ranglar esa xonangizni yanada jozibali ko'rsatadi. Undan ko'ra shinam maskanga keling, biz o'zimiz sizga mos keladigan gilamni tanlab beramiz.